Agar sizda ham mana shunday holat bo'lmasligini xohlasangiz, mana shunday ekiningizda, qulupnayingizda, ya'ni to'lka qulupnayi, boshqa pomidor, boshqa ekin turlarida ham mana shunday holat bo'lmasligi uchun mana qaranglar, juda achinarli holat bo'lib qolgan, juda ham achinarli holat bu. Proba qilingan joy, mana o'zi 1 metr joy, 1 metr. E'tibor qilsalaring, mana bu yer yaxshi. Yaxshi, dalshi, yaxshi, hammasi chiroyli. Mana hammasi chiroyli. Lekin shu yerda bir yangi dorini proba qilgandim. Shu doim men proba bilan ishlayman. Yangi dorini yo eski dori bo'lsa ham qishda yo kuzda yo bahorda обязательно proba bilan ishlash kerak. Sinovdan o'tgan bo'lsa ham proba qilib, 2 oy sepmagan bo'lsangiz, keyin yana bir marta proba qilib, keyin sepishni tavsiya qilaman. Bo'lmasam mana shunday holatda hammasiga bo'lishi mumkin. Mana 1 yillik mehnatingiz mana kuyib qolishi mumkin. Shu holat bo'lmasligi uchun sizlar dorini tayyorlab, shu kerakli dozada tayyorlab, ozgina joyga bir 10 ta 15 ta ko'chatga shunday sepib ko'ringlar. 2 kun kutamiz. Hech qanday nojo'ya ta'sir qilmasa, keyin hammasiga sepsa bo'ladi bemalol. Bu hammasi dorining noto'g'ri yoqmagan, qandaydir dozasi past bo'lgan, lekin iminiy qulupnayga mana shu sepilgan dori o'xshamadi. Dorining otini aytmayman. Mana shunday kelib chiqdi. Mana shunaqa bo'ldi. Holat kelib to'g'ri bo'ldi. Bu yangi dori keldi. Shu yangi dorini pomidorlarga yaxshi ta'sir qildi, lekin qulupnayga yoqmadi. Yani qulupnaylarni rasvosini chiqarib tashladi. Mana qulupnaylarimiz qolgan joyi hammasi chiroyli. Faqat proba qilingani ozgina kuyib qoldi.